Assalomu alaykum. M-ta'lim platformasida ro'yxatdan o'tish, tizimga kirish, profil to'ldirish va o'qituvchi sifatida yoki talaba sifatida ta'lim muassasalariga qo'shilish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana mta'lim.uz saytiga kirdik va bizda ikkita variant bor: ro'yxatdan o'tish yoki tizimga to'g'ridan-to'g'ri kirish. Eng oson usuli bu tizimga to'g'ridan-to'g'ri kirish. Buning uchun mana shu knopkani bosamiz va bizda kirish yo'llari ko'rsatilgan. Eng oson va tavsiya etiladigan usul bu Google bilan tizimga kirish. Nimaga bu tavsiya qilinadi? Chunki sizda bor mavjud Google akkauntingiz orqali to'g'ridan-to'g'ri kirib ketish imkoniyatiga egasiz. Mana Google bilan kirishni bosamiz va bizda brauzerdagi kiritilgan mavjud Google akkauntlaringiz ro'yxatini ko'rsatadi va kerakliligini tanlaymiz va to'g'ridan-to'g'ri mana tizimga kirdi. Tizimga kirganda mana bu boshqaruv paneli. Birinchi navbatda profil to'ldirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun profil sahifasiga o'tamiz. Profilda Google dan olingan ma'lumotlar bor bo'lsa, ularni to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatadi va ularni biz tahrirlashimiz kerak bo'ladi. Ismga yozamiz. Va qolgan ma'lumotlarni ham to'ldirib chiqamiz. Va yuborishni bossak, bu ma'lumotlar saqlanadi. Shu bilan profil to'ldirilgan hisoblanadi va istasangiz rasm va manzillarni ham kiritib qo'yishingiz mumkin. Endi tizimga kirish uchun biz hozir Google akkaunti ishlatdik va biz istasak Telegram bilan kirish funksiyasini ham yoqib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun mana bu joyga kiramiz va ijtimoiy tarmoq hisobini ulash degan joyda bizda ko'rsatib turibdi Telegram bilan kirish degan opsiya mavjud. Telegramni ham ulash uchun biz mana shu knopkani bosamiz. Bizdan telefon raqamini kiritishni so'raydi. Va davom etamiz. Va bizga Telegramdan xabar keldi. Bu so'rovni qabul qilasizmi degan. Ha, qabul qilamiz deymiz. Va shu bilan Telegram hisobimiz ham ulandi. Endi bu Telegramni tekshirib ko'rish uchun biz tizimdan chiqib qaytadan kirib ko'ramiz. Endi bu safar Telegram orqali kirishni tanlaymiz. Va mana to'g'ridan-to'g'ri yana o'sha hisobimizga kirdi. Mana hammasi joyida. Agar mabodo kerak emas bo'ladigan bo'lsa, buni uzish ham mumkin. Endi shunday holat bo'lishi mumkin. Siz mana shu hisobingizga boshqa qurilmadan kirmoqchisiz, lekin u boshqa qurilmaga Google akkauntingiz qo'shilmagan. O'sha paytda nima qilinadi? O'sha paytda to'g'ridan-to'g'ri mana shu email bilan login qilish mumkin. Bu qanday bo'ladi? Mana chiqib ketib o'shani misolini ko'rsataman. Buning uchun mana tizimga kirishga bosamiz, yana email orqali kirishni tanlaymiz. Bu yerda holat shunaqaki, biz Google bilan kirganmiz, lekin parol o'rnatmaganmiz. Shuning uchun bu joyda parolni unutdingizmi degan funksiyadan foydalanamiz. Parolni unutdingizmi yozib, o'sha Google emailini kiritamiz va parolni tiklash havolasini yuboring degan knopkani bosamiz. Bunda bu tizim bizga parolni tiklash havolasini yuboradi. Emailga kirsak, parolni tiklash havolasi keldi mana bizga. Bunda bizda parolni tiklash degan knopka bor. O'shani ustiga bitta bossak, bizni parolni tiklash sahifasiga olib o'tadi. Bu yerda o'zimiz istagan parolni qo'yamiz va parolni tiklashni bosamiz. Parol tiklandi. Endi email yozildi. Parolni kiriting degan joyga hozirga qo'ygan parolimizni yozamiz va kirishni bosamiz. Va mana tizimga kirdi. Mana shunday qilib
uchta usulda ham tizimga mana shu akkauntni o'ziga kira oldik. Bu sizga shu akkauntingizga dostupni yo'qotmasligingizga yordam beradi. Lekin siz faqat men doimiy Google bilan kiraman deydigan bo'lsangiz, bularni qilish shart bo'lmaydi. Faqat Google bilan hamma qurilmalaringizga kirib ketishingiz mumkin. Tizimga kirdik, profilni to'ldirdik, kirish yo'llarini hammasini sozlab oldik. Keyingi ishimiz o'qituvchi sifatida ta'lim muassasasiga qo'shilish. Buning uchun biz o'qituvchi paneliga o'tishimiz kerak. O'qituvchi paneliga mana bu joydan o'tish mumkin yoki mana bu o'qituvchi paneli degan joydan ham o'tish mumkin. Ikkalasi bitta narsa. O'qituvchi paneliga o'tamiz va biz ko'rishimiz mumkin bizda o'sha ta'lim muassasalari ro'yxati keltirilgan. Bizga kerakli ta'lim muassasasini izlab topamiz. Izlayman Chirchiq davlat pedagogika universiteti. Bunga qo'shilish uchun mana bizda qo'shilish degan knopka bor. O'shani ustiga bitta bosamiz va kim sifatida qo'shilmoqchisiz? O'qituvchimi, talabami degan variantlar bor. Biz o'qituvchini tanlaymiz va ta'lim yo'nalishi. Bu bizdagi fakultetlardan o'zimiz ishlaydigan fakultetni tanlaymiz. Keyingisi qaysi guruhda dars beradigan bo'lsak, o'shani tanlaymiz. Men fizika to'garagini tanlayman. Qaysi fanlardan agar fanlar kiritilgan bo'lsa, fanni ham tanlash kerak bo'ladi. Mana bu yerga o'zimiz haqimizda ma'lumot yozamiz. Mana men yozaman. Bu ma'lumot admin sizni qaysi gruppaga qo'shish kerakligini bilish uchun yordam beradi va yuborishni bosamiz. Yuborilgandan keyin mana bu joyda rollar degan joyda sizda o'qituvchi degan rol paydo bo'ladi. Qo'shilishni yana bitta bossak, bizni jo'natgan so'rovimiz haqidagi ma'lumot turgan bo'ladi. Admin sizni universitetga o'qituvchi sifatida qabul qilgandan keyin mana bu joyda o'qituvchi panelining barcha elementlari paydo bo'ladi. Hozircha faqat kutish kerak bo'ladi. Keyingi videoda o'qituvchi sifatida qabul qilingandan keyin qilinadigan ishlarni ko'rib chiqamiz.